Balkim $3000 qilib olgan Cobalt proyektimiz tayyor bo'lgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, nima ishlar qilingani bilan birma-bir tanishtirib boramiz. Okamiz bizani Samarqanddan kuzatib yurib, ishonch bildirib olib kelganlar. Biz bularga STP mahsulotlaridan foydalanib, polni full torsloli shumizolyatsiya qilib berganmiz. Taqir-tuqir ovozlarni yo'qotish maqsadida. Usukunli yaqinlashib qoldi. Oldi eshik, oldi laboy atirmanli sonzashli plyonka bo'lgan Kristal firmasiniki. Orqa pol sferi armalan tonirovka bo'lgan HP keramik originali. Orqaga yurishga qiynalayotganlar uchun qulaylik bo'lishi uchun Teis monitori CC3 360 gradusli kameralar bilan originalni ustunuv qilib berganmiz. Parpetkada quyosh tushib, kuyib ketadigan seriyachas detallarni eko koja bilan qoplangan. Rulda ushlab ketishga qulay bo'lishi uchun perforativniy koja, multimedia cruise control knopka ustunovka, obshivkadagi materialli joylari perforativniy koja bilan kombinirованный qoplab berilgan. Akuprint qilinadigan detallarning hammasini black piano qilib olganmiz. Podsvetkalarning hammasi gabaritga ulangan. Cho'mchagiga narsa solganda taqir-tuqir qilmasligi uchun shumizolyatsiya jarayonida karpet mahsuloti bilan qoplangan. Qalin mahsulotdan so'raganlar uchun glansiy salon laminatsiya materialidan foydalanib, detallarni yechib, orqasiga qaltirib salon laminatsiya qilib berilgan. Trekker va full ustunovka qilingan. Pirinida hamma narsa beguşli. 4 tili stenamizga ham steni podogrev ustunovka qilib olganmiz. Avtomobilimiz tashqaridan qaraganda yanada qoraroq ko'rinishi uchun 6 stoyka kataloglarni sifatli mahsulotlardan foydalanib, avtotikam bilan qoplab berganmiz. Qolgan plastmassa detallarning hammasini qoraga bo'yab olganmiz. Neoline 8800 antiradan ustunovka qilib berilgan. Videoda ko'rsatilgan xizmat turlari ma'qul kelgan bo'lsa, shunaqa xizmatlarni qattiq qildirsam ekan deb yurgan tanishdagi videoni yuborib qo'yasizlar. Yoningiz sog' bo'lsin.